Zamonamiz jang san'atining afsonasi bo'lmish Bruce Lee agar hayot bo'lganida hozir 78 yoshni qarshilayotgan bo'lar edi. U dunyoga nafaqat jang san'ati bo'lmish kung fu bilan va yana o'zining kuchli hayot falsafasi bilan ham ko'pchilik muxlislarning ko'nglidan joy olgan. Bruce Lee navqiron 33 yoshida ushbu hayotni tark etgan. Kim o'ylabdi deysiz? Oradan 21 yil o'tib, Afg'onistonning Qobul shahrida Bruce Leening nafaqat qiyofadoshi, balki jang san'atiga ham umrini bag'ishlagan inson tug'iladi deb. Demak, assalomu alaykum Vodiy TV obunachilari. Ushbu rolik Abbos Alizoda yoki Afg'onistonlik ajdarhoga ataladi. Ruxsatingiz bilan ushbu rolikni boshladik. Abbos Alizoda Qobulda yashadi va o'z vaqtini kung fu sir asrorlarini o'rganishga bag'ishlaydi. Jeki Chan, Bruce Leening o'ynagan filmlari Afg'onistonda juda mashhur hisoblanadi. Ushbu filmlarni Afg'oniston bozor rastalaridan sotib olish mumkin. Abbos 14 yoshida birinchi marotaba Bruce Lee ishtirokidagi filmlarni tomosha qilgan. Uning kung fuga bo'lgan mehri aynan shu filmlardan boshlangan. Abbos hali uylanmagan va bu mavzu haqida o'ylashni ham xohlamaydi. Sababi esa uning so'zlariga ko'ra, u dastlab o'z hayot yo'lini va karyerasini qurmoqchi va undan keyin oila qurishni rejalashtirmoqchi ekan. Bundan bir necha yillar oldin Abbos hammamiz singari ulkan orzularga ega, oddiy bir afg'onistonlik yigit edi. Abbosning Facebook tarmog'idagi Bruce Lee obrazida tushgan rasmi Facebook foydalanuvchilari orasida katta shov-shuvga sabab bo'ladi. Bruce Leening afg'onistonlik muxlislari buni ko'rgach, Abbosdan videoga suratga tushishni iltimos qilishadi. Kadrlarda Abbos ikki tomchi suvday Bruce Leega o'xshar edi va ushbu video butun dunyoga tarqab ketdi. Dastlab Abbos o'zi yashaydigan shahardagi sport zalida 3-4 oycha shug'ullangan. Keyin esa oilaviy sharoit ko'tarmagani va davlatidagi notinchliklar sabab u mashg'ulotlarni to'xtatmasligi uchun o'z uyining yerto'lasida sport zali qurib, har kuni u yerda o'z vaqtini o'tkazar edi. Abbosning so'zlariga ko'ra, u kumiri Bruce Leening filmidagi harakatlarini sekinlashtirilgan holda ko'rar ekan. Chunki Bruce Leening harakatlari tez bo'lgani uchun Abbos ko'rib ulgurmas ekan. Abbos aynan nimcha o'ynatish san'atini o'rganish uchun eng qiyin deb hisoblaydi. Abbosning Bruce Leega bo'lgan fikrlari shunday: Men Bruce Leeday bo'la olmasligimni bilaman va unga hech kim tenglasha olmaydi. U tengi yo'q jangchi bo'lgan va men umrimning oxirigacha uning jang san'atini o'rganib boraman. Men kung fu bo'yicha jahon chempioni bo'lishni istar edim. Hech bo'lmaganda o'zimni vatanimda. Abbos Alizoda hozirda Xitoy va boshqa davlatlar filmlarida suratga tushib ulgurgan. Abbosga Amerika va boshqa ko'plab Yevropa davlatlaridan takliflar tushmoqda. Unga hatto Bruce Leening qizi Shannon Lidan ham filmda suratga tushish taklifi kelgan. Abbosning so'zlariga ko'ra, uning otasi Abbosga o'qishni va pul topishni maslahat bergan ekan. Shunda u otasiga kung funi yoqtirishini va shu sport orqali otasining ismini dunyoga tanitishini va'da bergan. Hozirda Abbosning otasi bizning oramizda emas. U bir necha yillar oldin olamdan ko'z yumgan. Lekin Abbos Alizoda o'z va'dasini bajardi. Sizlar bilan Vodiy TV kanali edi. Ko'rganda ko'rishguncha.